Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Demak, o'tgan darsda biz details keyinni ko'rib chiqqan edik. Ya'ni shu ma'lumotlarimizni detaillari, ya'ni har xil turlarini ko'rib chiqqan edik va albatta biz actionlar qo'shgan edik. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan videolarimizni qo'shgan videolarimizni link orqali biz dasturning o'zidayoq ko'rsatishni va albatta bu darsga oid bo'lgan boshqa ma'lumotlarni nima qilishni ko'rsatishni bitta fields bo'limi orqali ko'rsatishni ko'rib chiqamiz. Demak, darsga tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Faizimizni bersin. Xo'p, buning uchun biz birinchi keling konteyner qo'shishdan boshlaymiz. Konteyner qo'shamizda, xo'p, konteyner qo'shdik va backgroundda keldir accent bo'lsin. Hop, accent bo'ldi. Endi insert component degan joyiga biz fields qo'shib olamiz. Mana fields degan joyi bor. Fieldsni qo'shdik. Xo'p, fieldslarni qo'shib oldik. Endi bu ichiga kelib action row'ni ham tiqib qo'yamiz. Mana. Qo'ydik. Endi bizda ungacha chiroyliroq ko'rinishi mumkin. Xohlasak dark ko'rinishda ham qilishimiz mumkin bu narsani. Xo'p, dark qilsak mana yaxshiroq ko'rindi menimcha. Bu asosiy ekranda aytib turadi va sizga yoki foydalanuvchiga osonroq bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchi biz fields bo'limini ko'rishdan boshlaymiz. Xo'p, title demak title'ga ma'lumotlar deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Ma'lumotlar deb yozib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi options qismiga, ya'ni bu fields qismida nimalar saqlanadi? Fields qismi asosan birorta narsa haqidagi batafsil ma'lumotlarni saqlash uchun foydalaniladi. Bir qatorda bu funksiyamiz ko'rsatib berishga qodir bo'ladi. Xo'p, buning uchun biz masalan birinchisi vazifalar nomi o'zgartirib olishimiz mumkin. Vazifa nomi deb, masalan vazifa nomi deb yozib qo'yamizda, bu yerdan vazifalar nomi degan qatorni tanlab olamiz. Endi keyingisini qo'shib olamiz. Keyingisi vazifa tavsifi. Xo'p, vazifa tavsifi mana shu. Keyingisi demak vazifa holati. Vazifa holati X, ya'ni false ni beryapti. Agar tekshiradigan bo'lsak, bizda nima to'g'ri galochkani ko'rsatyapti. Xo'p, o'chirib qo'yamiz hozircha. Keyingisi aytgan qilamizda vazifa rasmi. Lekin bizga hozir vazifa rasmi kerak emas. Vazifa rasmini o'rniga vazifa rasmi mana bu yerda ko'rinib turibdi. Xo'p, muddatini chiqarishimiz kerak masalan. Xo'p, muddatini chiqardik. Endi keyingi ma'lumotimiz bizda xo'p, video linki bizda kerak emas. Xo'p, link ham kerak emas. Email da kerak bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi bizda demak email bor. Keyingisi telefon raqami. Mana barcha ma'lumotlarni, vazifamizga oid bo'lgan ma'lumotlarning barchasini biz to'g'rilab oldik. Kelib vazifa holatda degan yozuvda biz tevaroqqa ko'tarib qo'yamiz. Mana bu 3 ta nuqta orqali biz tevaga ko'tarishimiz mumkin. Vazifa holati X hisoblanadi. Xo'p, mana. Xo'p, demak, keyingisi bizda ko'rishimiz kerak bo'lgani hozir aytib o'tganimdek video hisoblanadi. Videomizni link orqali shu dasturimizning ichidayoq ko'rsatish kerak bo'ladi. Buning uchun bizga video funksiyasi yordamga keladi. Xo'p, plus belgisi orqali biz videoni qo'shib olamiz. Video deb yozadigan bo'lsak, mana video funksiyamiz chiqdi. Endi buni ezib olamiz. Xo'p, mana. Demak, videomiz chiqdi. Doimo bizda video qo'shganimizda default value turadi, ya'ni default bitta yozilgan link turadi. O'zi Glide platformasini o'zini bitta videosi doimo shu yerda turadi. Shuning uchun biz buni o'zgartirib 3 ta nuqta orqali o'zgartiramiz. 3 ta nuqta orqali biz video linki degan qatorimizni tanlab qo'yamiz. Mana video linkini tanladik va bizga nima chiqardi? Videomizning linkini chiqarib qo'ydi. Endi aspect ratio, ya'ni bu ma'lumotimiz qanday turda, qanday razmerda turishini tanlashimiz mumkin. Masalan, square, ya'ni to'rtburchak yoki 4:3. 16:9 doim YouTube'da formatda hisoblanadi. Keyingisi 3:1, kichkina. Xo'p, 16:9 turgani yaxshi. Keyingisi save progress, ya'ni save progress degani bizda masalan nechinchi minutda qolib ketgan bo'lsak, shu minutimizni bizga nima qilishi mumkin? Saqlab berishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi bizda show controls, ya'ni mana bitta ezadigan bo'lsangiz, Assalomu alaykum. Biz boshlayapti. boshlayapti.
Endi mana bu tugmalarni, mana bu pastda turgan tugmalar bu videomizni boshqarish uchun bo'lgan tugmalar hisoblanadi. Bularni biz nima qilsak bo'ladi? O'chirib qo'ysak bo'ladi. Hop, mana bu tugma orqali biz o'chirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Biz boshlaymiz. Bu tugmalarimiz ko'rinmayapti. Bu asosan birorta videoni majburiy ko'rish kerak bo'lsa yoki birorta o'tkazib yuborish kerak bo'lmasa yoki uni ichiga kirish mumkin emas bo'lsa, shunday qilsak bo'ladi. Xo'p, bizda hozir osonroq bo'lishi uchun foydalanuvchiga buni yoqib qo'yganimiz ma'qul. Xo'p, options qismida bizda albatta visibility hodisalari bor. Hop, visibilityni yoqib qo'ysak bo'ladi. Add condition qilamiz masalan. Add condition qilib turib, qachon ko'rinmasin, qachonki va video linki degan qatorimiz bo'sh bo'lsa, xuddi shuna narsani qo'shib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, video linki qachonki agar video linki deymiz is not empty, ya'ni bo'sh bo'lmasa ko'rsatsin, bo'sh bo'lsa ko'rsatmasin degan buyruqni berdik. Xo'p, demak, bugungi darsimiz uchun shular edi. Keyingi darslarimizda biz vazifalarimizni yanada takomillashtirishimiz mumkin. Hozircha esa bu dasturimiz to'laqonli birorta foydalanuvchi ishlatishi uchun mutlaqo tayyor. Endi foydalanuvchilarga yoki ota-onamizga yoki do'stlarimizga, sinfdoshlarimizga shu vazifalar ro'yxati dasturimizni yasab berishimiz mumkin yoki birgalikda bu video orqali o'rganib, ular bilan birgalikda yasashimiz mumkin bo'ladi.